Hammaga salom do'stlar, men Kompot. Bugungi videomizda sizlar bilan g'alati jitel haqida bo'ladi. Voy, mana bu g'alati jitelni qarang. Ey, sen kimsan? Men Yovuz Jetelman va menga uy kerak. Sening uyingda tunab qolsam bo'ladimi? Ha mayli, men bilan qolishing mumkin. Eshikdan oldimga kela olasanmi? Bafurcha gaplashib olar edik. Qani kela qol. Men sening uyingda atigi bir kun qolaman. Shu xolos. Mayli, kir, gaplashib olamiz. Sening yuzing nimaga bunaqa? Chunki men qotilman. Qotillarning yuzi shunaqa bo'lishi kerak. Men bir odamni pichoqlab kelganman. Politsiya esa meni qidiryapti. Shuning uchun sening uyga keldim va bir kun sen bilan qolmoqchiman. Bir kun yo 2 kun qolib ketishim mumkin, ammo seni o'ldirmayman. Chunki sen menga uy berding va men ertaga yo ertadan keyin ketaman. Uyingda qolish niyatim yo'q. Mayli. Hoy, yo'limdan qochsang, men magazinga borib kelay, sen uchun yotoq olib kelaman. Shu yerda bo'lgina, hozir kunlarni olib olay. Buni. Bo'l. Endi esa men senga yotoq olib kelishga ketaman. Uyda bo'lgina. U o'zini qotil dedi. Qotilmikan yo? Meni aldayaptimikan? Ha mayli. Tezroq unga yotoq olib kelishim kerak. Lekin uni qotilga o'xshatyapman. Ana hop, yotoq olib olay. Oba. Tak, endi uyga borib yotoqni qo'yishim kerak. Ey, sen nima qo'yib qo'yding? Ular mening zanjirim. Ular menga yoqadi. Shuning uchun hamma uyda turishi shart. Bularni olishga haqqing yo'q. Bularni olsang, men seni o'ldiraman. Hop, qochib tur, senga yotoq olib keldim, qo'yib olay. Opa. Rahmat senga hammasi uchun. Tak. Voy. Sening pichog'ing ham bormi? Aytdim-ku men senga qotilman deb. Qotillarning pichog'i bo'lmasa ular qotil emas. Tushundingmi? Hali sening uyingda ko'p qolaman va sening sandig'ingda ham narsalarim bor. Voy, sening bu yovuz qurollaring qayerdan keldi? Axir men ularni olib kelganman-ku oldimda, jinni. Ularsiz men hech kimni o'ldira olmayman. Ha. Bu magnitofon senikimi? Ha, men unda qo'shiq eshitmasam bo'lmaydi har kuni. Bo'lmasam zerikib qolaman. Shuning uchun bu magnitofonga tegmagan. Hoy, mana bu shpris nima uchun? Bu odamlarning qonini olish uchun yoki sendakalarning ko'tiga ukol qilish uchun. Hop, mayli. Unda men shprisingni joyiga qo'ydim va men ekinlar ekishga va sug'orishga ketaman. Sen uyda bo'lib tur. Hop. Endi sabzavotlarni teramiz. Hop, terib oldik. Endi kartoshka. Hop. Nima uchun meni uyimga keldi o'zi? Shuning uchun olmayapman. Mayli, ekib chiqaylik birinchi. Bir gap bo'lar ertaga. Quyosh ham botyapti mana. Ekinlarni ham ekib oldim. Endi uyga kirishim kerak. Tak, uyga qaytamiz endi bolalar. Voy, uyni nima qilib tashlading, ey? Qon bo'lib yotibdi hamma joy. Odam o'ldirdingmi? Yo'q.
Bu shunchaki bo'yoq. Xohlaysanmi senga? Qonli tort beraman. Uni yesang maza qilasan. Ha 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 ha. Mana bu bo'yoqlarni qara. Endi buni qanday ketqizaman? Bular lekin qonga o'xshaydi-da. Bular qon emas, bo'yoq deyapman-ku axir. Mana bu kompyuterni olib turibman. Torting axir qondan tayyorlangan-ku. Bu tortni yeb ham bo'lmaydi-ku. Aytdim-ku men senga bu qondan tayyorlangan deb. Ha, mayli. Unda men avtomatni olib seni otib tashlayman. Shoshma. Men qotil emasman. Chunki seni o'ldirmadim. Seni allaqachon o'ldirib yuborgan bo'lardim bo'lmasam. Men seni o'ldirmayman ham. Tushundingmi? Qurolingni tushir endi. Unda mayli. Kech ham tushdi. Endi nima bo'lar ekan? Hoy, g'alati jitel. Sen nimaga uxlamayapsan? Svetni o'chirganda senga bir narsa ko'rsatib beraman. Mana, o'chirdim. Tak, sandiqqa solay. Nima ko'rsatmoqchi eding? Bu nima? Bu odamni o'ldiruvchi igna. Folbinlarga o'xshaydi pashting. Sen odamlarni o'ldirmayman degan eding-ku. Men hali odamlarni o'ldirganim yo'q. Shuning uchun sen o'ldirmoqchisan dema menga. Mayli. Ana unda uxlashga yotamiz. Voy, sen nimaga turib olding? Pashta ertalab bo'ldi-ku. Shuning uchun turyatidim. Ha, unda yotdik uxlashga. Voy. Yovuz jitel qani? Qani ko'chaga chiqib qaraychi. Sekin boraylikchi uy orqa tomoniga. Hoy. Yovuz jitel, sen nima qilyapsan? Men shunchaki yer qazyapman. Sen shunchaki yer qaziyotganga o'xshamaysan-ku. Sening g'araz niyating bormi? Yo'q, men shunchaki yer qazyapman deyapman men senga. Mana. Qo'lingdagi gullarmi? Judayam chiroyli gullaring bor ekan. Men bularni ekmoqchiman. Ko'ryapsanmi? Mana. Xo'p, mayli. Ishondim. G'araz niyating bo'lmasin-da ish qilib. Mayli. Qani uyga kiraylikchi. Mana uni pichog'i hali ham turibdi. Men yotib dam olay. Mana tong ham otibdi. Hoy. Sen nima qilyapsan u yerda? Men shunchaki kitob o'qiyapman. Ko'rmayapsanmi? Mana sen ham o'qib ko'r. Xo'p. Sening kitobingda nima yozilgan ekan? Xo'p, mana bu narsalaringni buzib tashlaymiz. Orqa tomonga nima qilib qo'yding? Wow. Judayam chiroyli gullar ekib qo'yibsan-a. Ha, men to'g'ri yo'lga o'zgardim va sen uchun gullar ekib qo'ydim. Bularni qara, chiroyliligini. Shularni hammasini men ekdim. Hammaga xayr do'stlar. Like va obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.